Voy, bu Mayra? Bu sizlarga muzika va jushqun chiqsa da'atda kendimiz yana muzikani qo'ymabdi. To'xtab turib qo'yib bersin deyli. Yo'q, muzikantlikni bizning Anvarjon muzikani akaganmi ya? Ya biz qaytib boshlandik ya. Mana yana xato qo'ydiman demadimmi? Men aldirmayli desam unmaysiz mana. Manda bizim canlıq çıkımız demem ayrı. Assalamu alaikum hürmetli meymanlar. Şincan Televizyon Stansiyonun yaş rejissori, talantlı aktörü, Xasiyat Qurban itot kişiliği naq meydanda narqaysızlarga Ali ihtiram. Assalamu alaikum qadrdonlar. Do'stimiz Xasiyat Qurban ham uning atrofidagi bugun kechilik uchun parvoni bo'lganlardan. Xalqimizni shad etish uchun kech-kunduz jafoliq izlanayotgan el suyarlardan hammanglarga oliy ehtirom. Xo'sh. Anvarjon, bo'ldi, endi o'zimizga bekilaylik. Rahmat. Xo'sh, tomoshabinlarimiz, bizning bugungi tilaklarimiz necha oydan beri tayyorliklarimiz sizlar uchun. Zivar obrazini yaratib, xalqimiz orasida cho'nqur o'rin olgan Xasiyat Qurbanning ajrimi sizlar uchun. Yuqorida sizlar har xil shakllar bilan sizlarga salom bergan tunish chiroylar bugungi kechiligimizdagi itotlar ichidagi har xil obrazlar. Mana shu obrazlarni bir-biriga tutashtirib, mukammal bir turmush kartinasiga aylantirgan yana bir odam bor. U bo'lsa-mu, bugungi kechiligimizning bosh personaji Xasiyat Qurban. Aziz mehmonlarimizga Xasiyat Qurbanning qisqacha tarjimonini bir tanishtirib o'taylikmi? Albatta bo'ldi. Şinjan Televizyon Stansiyonun yaş rejissori, talantlı aktörü Xasiyat Qurban 1973 yılı 10. ayının 10. günü azizana Qashqarda bir ziyali ailesi tug'ilgan. U tug'ilib kichigidan tatib Voy, bo'ldimi ya? Nima bo'ldi? Sizning gapimiz tugimidi? Shundaymi? Endi bir mo'j ishim bor deyman. Abdukarim aka, men kirkatgash turay ya. Voy, Mayra deydigan gap. Xapamay. Men gapni endi boshlagandim. Men bayan sizlardan muhim. Asta. Operator deganning ishi zot tugamaydi ekanda. Asta. Bu adam var mı ya? Qaysi olma? Men ba. Meklan. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xapamay, onu bir elvasak o'tga. Qandaysiz? Atuvalliqni. Astagfirullah. Qaysi uya keltirib qo'yganda deyman. Voy, men qarang. O ya mening sizning bo'lmagan ekan, bir elvasakli bo'lmadimi? Siz uqmaysiz. Bizning ma fermada bor-ku. Abi shu hamma kallaninki o'z oldi ismi bor. Men deyman, qaysi badqillik ashta qilib qo'yganda o dersin. Men qarang, unda asam, mayli. Qaysi bo'lsa bir xapamay elvatmamsiz. Baqla, men bir elitib chiqay. Halani bir aldirib turasiz, ha? Baqla. Bu muhamlaşmam nima? Saatku! Saatka! Nima chiqib turdi ya? Katman ko'tarib deyman, ishlarini qisla. Ya ma ishning oldiga bizni keltirib qo'yapti ekan. Rejissor kamashni bir elvatsak bo'ldi deb ketmay chiqqan timtag'ay. Shuni bir qarab bilamanmi? Zilkanayning ekan. Shuniki kerak. Ras shuniki kerak. Ya Allah, Saatka. Atgandan kichik qo'saqning g'amida qolmay, ancha-muncha qilayotgan ishimizga ezi olib qo'ymizmi? Maqli, men shuna qilay. Bak kulib ketling rejissor efendim. Ay sizning bir qarabli bilog'ingiz qarab kulyaptimi? Endi shu nemish qilsak shuni qo'ydiraq qolmasak bo'lmaydi ekan. Shu ancha-muncha bilibmi qoldik deysizlar? To'g'ri. Aslida buvog'i sal turmay ko'rinish qilgan deydigan gapda. Kesib ro'ydigan mana bu ichida. So'ng ro'naq topgan dangasiz. Shunday. Qana
tayyorlig'inglar bitgan bo'lsa boshlamdi. Mening bitti, kalonning bittimi Saudga? Voy, men ma'vada 15 kalni juyib taraf naq qilib qo'ydim. Aman qarang. 15 kalning keragi yo'q. Bir 2 kilo bo'lsa, ayadimda o'tlab yugunni vakil xarakterlik alimiz shu. 2 kilosi bo'ldi. Hamsa o'tkaz bilir, ishxonni, ya bo'lmasa. Man qarang, dedim-ku 2 kilosini bo'ldi deb. Nima o'tkoz, rayishxon. Men sizga tushuntirib qo'y. O'tkazgina bor-ku. Bizning mush kallarning ichidagi eng qovul bir buqvadan, uning ko'zi kun bo'yi qizilib turdi. Rayishxon degan bir muloyim bir inek bor. Ammo lekin sut Bakcık çıkıdı, alamet sütlük kalı var. Saatga, topakta işkin xetip koyamdı. Ras, bir kiyik göz de bir soğa. Onun közü vağı fakat kalınınki okşamaydı. Ya ki olmasa, aşın teyyarlayım ha. Meyli. Meyli, teyyarlık açtırma ya. İsteyerek bosla. Maklı. Ala çıkkandı başlamdı ya, hazır başlığa öğrendim. Başlamdı. Estağfurullah. Bizning adam mel taraf sövet ketken, Rizor efendim. Sen to'xtab tur ne? Ya Allah'ım. Oy, sövet nim qildi ke? Ha? Sövet nim qildi ke? Siz bayatına ishxonda burunqili hozirqini selishtirib, men turmush ahvolini aynan deb birildi emasmi? Voy, uning sövet bilan nim munosabati? Ha, sizlar ya bilinglar ya bilmaylar Rizor efendim. Bizning o adam burun qaqsatib emasmi? Shu To'g'ri. Şu konu qaqchi odam. Muşu jutda, muş melde qaqchi dese, to'nimaydigan adam yo'q uni. Konu qaqchi. Oy, estağfurullah, unutib qolgani. Vo'g'o, hali kallarni tayyor qilib, o'tlaq qo'yib etdim. Ko'rib biqla. Mash'ul joyda. Bir qarab qo'y, ya. Yo'q, ana bu maqligini. Abiyatıma kiyik göz dedim, o şu var. Şundaqmi? Vojon! Ya onun közünün yuğalligini. Ya onun boy bastını kalımı ya? Ya kala. Kulağına şu yepli yatıda. Ne işin bil karıyor kalığı bu kuşu. O var, unda yoğun, unda eyvetlik oğunu bilen, yiyen yemeği güçlük, işi yok bir nime onun. İşi yok, kar. Yengişli ötelim ki o ne? Yengişli ötelim ki aş ne? Nima? Birden şu bizim. Ya mankaram. Sizni demedi ya. Bokunu davatıdı. Kalının gibi mi? Yok, kalının gibi. Yo Allah. Muş günde muşu süvet tapmak acep teskin ha. Şu. Hazır var o. Bu süvet tapmak ters olup gitti. Kalığı bir elip iteydi sen bu süvet yok. Sul yok, dansla elip iti batımından ha. Sap ağzım kurup gitti. Muzdek suyunu olsa bir ekranla saat Bosla saatka, bosla. Abi çilekti batı. Abiyat niye akalığı muzayla içip hop demiş. Suyana ot gözüne. Yemni cıkıyaydı o, hiç çıkmay, uxlaydı o da muşlar kalkşap biri vatanızla. Ya şu, set üteyelim ki deydi. Ha? Satımız. Set üteyelim ki deyim onu Rahman. Yok. Kalanlar mı o dese, bağdı gidekte şu bir kalı var. Da pəxirini pişirmem sevmedim pəxirini. Mankaranlar. Tayyorlig'ini bitgan bo'lsa boshlamdi. Başlayla. To'xtab turing afkam. Nima bo'ldi? Ama süvetni tapdık. Ama içinde kalk yok. Voy, qalqani? Ham qetiqchiga setilib ketdik tanga. Ana qarayib chiqinglar. Ustunog'i bir narsalar yepasakli bo'ldi, ha? Ben bir narsa tep çıkayım. Başka bir şey mi yapılır? To'xtab turalım mana. Mana adlı yapılı. Mana. Vay, acep geldi. Bunu buldu ki. Bo'ldi, başlayla. To'xtab turing afkam. Voy, yana nima bo'ldi? Ey, u vaqtlarda to'yliqmi bunda yağlık alanmaydigan tursan, bunu süvetki yapam da. Şu. Mane süvetki yapılı. Kamlaştı mı? Kamlaştı. Manda. Bu Mana. Oldu. Bir hafta hal qildi o'zg'i mana. Yaman Rahman bu. Unda tayyorlig'ini bitgan bo'lsa başladık, Başlayla. Başlamda to'xtab turing afkam. Voy, yana nima? Vay, nim bo'ldi Rahman. Uyur turamdık manda o'ltirib. Ya. Oturanlar. O'rindiq turmam duraydi. Oturanlar. Otarsın ha. Otarsın. Men hadi oturay. Ha, o'ltiring, sizmi o'ltiring.
Ha, qanamsa başladık ha? Başladı. Başlandı. Firmam Gülşen'e aylandı. Assalom hurmatli choruvchi dehqon do'stlar. Men bo'lsam Ziver, ishtibakchivar. Boqmachilikdan, qatiqchilikdan quchqanman zafar. Bak gapning beshi hozir men xotin degandek. Men bo'lsam Rahmon, ayig'im bak chaqqan, mushu boqmachilik bilan shug'ullanib yomon jiq pul topgan. Mening ismim Savut. Ish o'rnim Zavod. Mening vazifam shu, muzayni avut. Bu tunishtirishinglar bek yaxshi oldu, Juma bek yaxshi oldu. Ko'p boshqa turibsizlar ha? Voy, biz necha kun bo'ldi gazitdan o'g'inish qilyapmiz-ku. Ugandoq. Yo, bular kechni uxlamay yurgan. Ugandoq. Buni nihoyat yaxshi tunishtirish qildinglar. Ammo vaqo'mish man kerki, unda qilqi sandikidek emas. O'zaro paranglashgandek, bunda bir tabiiy paranglashsak. Ha? Bunda tabiiy bo'lsa, mana o'zaro erkin qo'yib. Baldırak mıjda desiniz şu, ukan men qo'rqib yurgim og'zimga tiqilib qolay. Bunda tabiiy o'zaro. Qaramsa boshlandi. Biz nereden başlayayız Rahman? Nereden başlayayım? Shundaymi? Aş iyilik tikdigan dastlabki chog'lardan boshlanglar. Men uqdim ukan. Mush sizlarni ag'a yadilla boshlaydi ekanmizmi? Shundoq qilib. To'xtab turinglar. U yerni men obdan deyalayman. Oldi bilan aslini o'yadiki kala bilan bizning o'yadiki kalni qo'shib. 4 qildik. 5 qildik. 4 hava. 5 unutib qolsang. Voy. O kalning necha bo'lishi uning munosabati yo'q. Shuning bilan sizlar ishib ko'ydik, kalni qo'shdinglar. Ha, qani. Qiziq kezlar. Bu kalı degan qalbi yo'g'on birnim to'sa 4-5 kalning hisobotini chiqaramadinglar. Men o uyamda qancha chashqan baliqni. En chog'da sen men tegdiganli bo'lsang, Ziver, kaladak ishlab seni baxtli qilma degan emasmi? Seni qo'shqanni 5 deb qo'ydimmi? Mening bilishimcha sizlar burun bir oylik emasdinglar-ku deyman. Rastlaysiz ukan. Sizning esinizda bor ekan. Shu kunlarda biz bir bozor ketib o'tib uchrashib qoldik, qarang. U vaqtda men tex o'ylanmagan. Voy. Amsiyliqi qoq to'lab berdigan. Po'chil qolmamdi bu ne? Shuni bilan u o'zing degna ey. Endi shu kunlarda shu bozor ketib berib onunla uchrashib qoldik. Men seni yoqtirib qoldim desam, gadimni shingdak tutib ketyapman da, ay teqtib bir achchig'ini keltirib qo'y deb, ammo dali deb qo'ygan gap bu. Unda demoqchisiz, men teqi. Bunmi Hashimaki tegmabdi-ku. Yey. Shuni ochiq qilma deb degan gap bo'lmamdi u. Shuncha yo'lsim qopolmaydigan unda rodbay chimtigidey. Olsam keyin 5 kapolat to'p qopti deydi. Shu. Azirmashda yuriydi u. Vallahi saatkamdan bilmaydigan ish yo'q. Shuning bilan buni qiqta tiqqan, qitiqqa qoq tegishdi. Bu yotning qitig'imi yurakning beg'ishiga berib tegidi ekan dang alskam. Shunda qilib bummo qoqdan ağırlanmaydigan, menmo qitiqdan ağırlanmaydigan bo'lib qoldi. Asli mush qildigan ishmo shu qoqchilik ketdi. Shunday bo'ldi. Ishim bo'lmadi. Bo'ldi. Qani, davomlashtiringlar. Shunda qilib kallarni qo'shib 5 qildik ukan. Men sizga qitiqchiligimni qilaverdim-da. Bu yoq qoqchiligini qilaverdi. Yo'q. Qoqchilikni tashlab boqmachilik qildik, kala vaqtda ukan. Shuning bilan bu kala olib ketib, heli qiraqchidikiga. Voy, oshdan oqshomtiqa? Yo'q, u naqshidiksa katta aytdi-da. Mush adam o'zi kal qilib oldik-da. Qo'sh naqshi do'amda? Eliq naqsha. Eliq. Siz o naqshini uqmamsiz? Voy, eliq manda qilqa. Şkala 4-5 bo'ldi, 4-5 skala 8 bo'ldi, 8 skala 9 bo'ldi, 9 skala 30 bo'ldi, 30 skala 30 bo'ldi. Sen bile qo'shib. Voy. Bu naqshni bek chiqdi. Ya onun ustiga sizim bor-ku. Nihoyat yaxshi o'rinlayaptingiz Juma. Shundami? Ras. O'fkam. Anda bo'lsa, bir nimangizga chiqamanmi men? Chiqsiz. Bo'ldi da. Saltaqo, naqshanglar shunda qamlashdi. Ammo aqi bo'lmadi. Qayerga? Endi
Fikam, bu sağda qo'ymuş fermedagi bizning kalla qaraydi, ammo bu odamni biz kallani qadarni ko'rmaymiz ha. Senda atıda o senin naqshan tursa. Ha, men shu siz uchun o'qib qo'ydim. Shu sizlar ish ko'nikkanni qo'shib 5 qildik dedinglar-ku deymi? Ha. Shuning bilan To'xtab tur ya Allah. Endi bir gap esimga shuning bilan. Nega qo'g'iyse, uni tilimni ustiga bormishtab tur. qanoni bir qarab boqay. Kala deyotgansa kechkicha, xuday. Voy shu men shu oqshimi tush ko'rsammi, kala deb tushkurdiga bo'lib qoldim. Adimizga kaladan boshqa nimamiz bor bizda? Qoldim bosh nimimiz bor deysan-ku, zavutcho. Ha. Shuning bilan kala olib ketib, men o'zim yolg'iz sig'ib ulgurmaydigan bo'lib qoldim-da. Endi men anchimi sog'dam Fikam. Bu odam sog'di, onam kasib sog'di, o'y mehmon olib kasib sog'di-da Fikam. Ishqilib hammamiz sog'digan bo'lib ketdik. Sevib ama o'rg'lab shu pakda gulab qopti. Ha. Shu bu sig'iyaz qarangkam, o'rg'lab ketigan ketgan. To'xtang. Ma gap belak bilan olindi odamga. Rahmat. Ma gapsa qayib ketib boramda nima? Qanday qayib ketdi-da? Kalning gapini qilyapmaymizmi demiş o? Kalning gapi kala. Shuning bilan qarang Fikam, bu kala olib ketib, men yezdiq hukumatga berib, men kala jiqlab ketdi, bizga yago'spiring biz kalı fermisi qurtdiq deb iltimos qildim. Men xotinma Urumchiga berib kala saqadigan boshlardan 6 bakshini ekeldi. Bizning qiyinchiligimiz biroqla olib ketdi-da. Voy yaxshi. Hozir shuni bilan sizlarningki kalang nechop ketdi zade? 38 Fikam. 39 olib ketdi. Yuzangni qaytib 40 li demamsizlar. Bunda gapimiz. Sizlar kutmaysizlar. Oqshom bag'o. Endi do'daykal bir soat-ku. Shu birini tug'di. Voy, tug'di? Voy, bo'ldi. Tishidan atqa. Aplo. Voy, atigarak deman. Voy, bo'ldi. Uni ismini nim qo'ysa xulosa oldi. Muborak bo'lsin. Bek yaxshi o'tdi juma. O'zim bo'lsa. Rahmat, Rizor ukam, rahmat. Sizning oyingiz yarashib, mana bu ishlar yaxshi ishlar bo'lyapti-da. Ukam, bu sizni rejissor da'vodik o'zingizning etinimi? Jappar. Mushsini qo'yib qo'ying, chiroyli qilsin. Muzayqma. Voy. Achaq qilmanglar. Ya, ukam, xafamansiz. Ados bunda qilaylar. Mavi sizninkiligi rejissor degan ismingiz o'zingizning ismi bo'lmagan ekan, Muzayqa rejissor deb qo'yib qo'yinglar. Voy, tayinlab ketma qilmaslar sağolsa. Tayinlab ketma, hemen o'zan qilib, boshqadan gap qilsa tayinlab gap qilma deyotgansiz. U Muzayqa bor-ku. Men qaranglar, men bir gap baqay. Mush Muzayqa bor-ku. Sizlarning mush bondinginki igilikinglarning texmi mazmut qadamlar bilan ro'naq tepish uchun mazmut deb qo'ysa qanday? Mazmut? Bo'ldi ekan. Mana bunda yetib ketdi. O tek akşam tug'ilsa ya mangamiz uning hozir mazmut deb qo'ysa qamdishama? Nədikine? Akşam ne yaqı annesi onu yalab, imitib, oynaqlab yürüydü hazır. Voy, rasma? Anda o sılnaşa, Qo'tonga bir boshlab kiray, bir ko'rib baqinglar. Shunda qilmasdan sautga. Mazmut nima ko'ringga ketdi. Voy, to'xtab voy. Stamalani, to'xtab turing dema.